bugun Bo'ston tumanida katta bayram bo'lib o'tyapti. Butun yoshlar shu yig'ildi. Kelinglar, boks tushamiz. Sog' bo'linglar. Bayram bilan tabriklaymiz. Andijon shaharidan keldik. Bugungi musobaqa juda ko'tarinki kayfiyatda o'tyapti. Biz bu musobaqada boks yo'nalishi bo'yicha ishtirok etdik. Har bir yoshning qalbida g'urur, iftixor. Bugungi forum hamma yoshlarga muborak bo'lsin. Yoshlarimizga hamisha yaxshi kayfiyat, ularga hamisha omad yor bo'lsin. Albatta yoshlar bu bizning kelajagimiz. Ularni qanchalik yutuqlarga, qanchalik baland parvozlarga yetishsa, biz shunchalik xursand. Barcha tumandan kelgan barcha sammitlarga hammasiga sog' salomatlik tilaymiz. Tumanimizga xush kelibsizlar. Juda ham ko'tarinki ruhda bo'lyapti. Buning uchun yurtboshimizga juda ham katta rahmatlar aytamiz.